Son mashinasini olib qolganmiz. Eng full pozitsiyada balonni qaraydi kattaligini. Mana shu joyga biz hozir 66 litrlik balon stop qilib beramiz. Motori ham eng full pozitsiyadagi GDI motor hisoblanadi, 2,5 litrlik. Bizda motori MPI va GDI aralash, ya'ni dual motor hisoblanadi. Eng qiyin motorlardan KK5 ta full pozitsiyadan full shu motor bo'ladi. Reduktori ham Nordic'da originali, ya'ni kattasi XP. Ot kuchi juda ham katta reduktor. Turbina qo'shgan sari bu ham qo'shib boradi. Mnogorazovый original Polshani filtri gazni toza qilib motorga yetkazib beradigan eng zo'r filtrlardan bittasi. Har 15 mingda ichi tozalanadi va одноразовый filtrimiz. Har 5 mingda almashtiriladi. Ikkalasi ham Polshaniki. Injektori Dakota eng скоростной 1 ohmlik farsunka italyaniki. Blogi, ya'ni kompyuteri Polshani dual degan blogi, ya'ni bitta kompyuter bo'ladi, ikkita motorga yetadi. Eng ideal kompyuter mana shu bo'ladi shunaqa motorlar uchun. Bitta motor uchun, ikkita motor uchun bitta kompyuter, mana ikkita o'zining blog ismlari chiqqan. Shu orqali uстановkamizni xudo xolasa boshladik.